Ota bobolarimizdan bizgacha yetib kelgan, azaliy meros sifatida ajdodlardan avlodlarga ulashib kelinayotgan qadriyatlar borki, insonlarni bir-biriga yaqinlashtiradi. Ahil inoq bo'lib, umrguzaronlik qilishga undaydi. Bunday udum va an'analar xalqimizning birdamligi va hamjihatligidan nishona. Hashar mana shunday milliy an'analarimizning biridir. Hashar elga yarashar degan naql bor xalqimizda. Bahor fasli kelishi bilan yurt obodligi va ozodaligi maqsadida hasharlar tashkil etiladi. Hashar va xalqimizning birdamligi orqali ko'p muammo va kamchiliklar hal etilgan. Yangiariq va Oftobru mahalla fuqarolar yig'ini hududida istiqomat qiladigan aholi ham har yili mahalla arig'ini tozalash maqsadida hasharlar tashkil etishadi. Hasharga chiqib, unda ishtirok etish yangiariqliklar va oftobruliklar uchun an'anaga aylanib ulgurgan. Har yili uzunligi salkam 15 kilometr bo'lgan mahalla arig'i mana shunday ahillik va birdamlikda tozalanadi. Har yili mana bahor fasli boshlanishi bilan mana Yangiariq, Oftobru mahallasi, Toshqo'ra, Dasht mahallasi aholisi uchun aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash maqsadida umumxalq hashari e'lon qilingan. Mana 3 kun bo'lyapti. Mana shu yoshlar chiqib birdamlik bilan bir yoqadan bo'sh chiqarib, ariqlarni tozalab, hashar qilib yurishdi. Bir tomondan tozalab ketishyapti. Bularda orqasidan mana beton qilinadigan joylarda apalifga qo'yib, beton qilib bolalar ishlab yurishdi. Barcha shu qo'ldan kelgancha tadbirkorlar, boshqa homiylarga mahalla nomidan minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bugun ham mahallalar ahli faollik bilan hasharda ishtirok etdilar. Bu ariqning suvidan ham aholi, ham suv shirkat xo'jaligi ijrochilari va fermerlar iste'mol qilishadi. Bu ariqning suvidan minglab gektar yer maydonlari sug'oriladi. Darhaqiqat mana shunday udum va an'analar borki, xalqimizni yanada bir-biriga yaqinlashtirib, ular orasida mehr-oqibatni yanada mustahkamlaydi. Bugun erta ariqni tozalash ishlari oxiriga yetkazilib, ushbu hudud aholisi obiy hayot ne'matidan bahramand bo'ladilar.